Menga tegajog'lik qilyapti. O'rningdan tur. Nima qilding? Unga gapirmoqchi bo'lib shunchaki turdim. Mastmisan? Ha, biroz kayfim bor. Darsdan chiqib ket. Hurmatli talabalar, keyingi darsimiz. Sizni direktor soqib so'rayapti. Eshitaman, sir. Talaba shirakayf bo'lgani uchun darsdan haydadingizmi? Bu talabaning otasi, hurmatli do'stimiz. Bir safar uni kechira qoling. Ochig'i, gapingizdan hayron qoldim. Talaba mast edi, sir. Va u tibbiyot sohasini o'rganyapti. Agar xato qilsa, kimnidir o'limiga sababchi bo'ladi. O'g'lingiz xato qilsa, po'pisa va arzot qilishga shoshmang. Mana shunday yo'l tutishingiz kerak.